lekin meni ko'nglim to'lmadi. Olib bormagan joyimiz qolmadida bolam. U bola yurolmas ekan, mana yurayapti ekan. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. O'zgarishlar juda ham zo'r, topilmaydigan tilla bola ekan. Men avvalambor mana shu nevaram Turg'unov Abdurahmonni diagnozi shu autizm bilan bo'lgan. Shu autizm orqali biz oldin gapirar edi, oldin fikrlari joyida edi, lekin ayrim tasodiflardan keyin shu bolamiz birdaniga gapirmay qoldi, birdaniga fikrlari ham yo'qolib qoldi. Shundan keyin shu bolamizni asta-sekin xohlagan bir nima joylarimizga olib bordik, lekin Allohga shukr ayrim nimalar bilan salpa gapira olmay qoldik, lekin fikrlarni hali u darajada nima qila olmadik. Lekin shu bolani 80 metrlikka olib bordik, u yerda ham davolatdik. Undan tashqari Farg'ona centrlarga olib bordik. Lekin meni ko'nglim to'lmadi. Shu bir kuni shu telefon orqali mana shu davolovchi gimnastika Avazbek Tojimatov salohasini o'qib qoldim va mana shu bog'chani nomerlarini topib istadim, rosa istadim. Hech topolmadim. Oxir oqibat undan so'rab, bundan so'rab, oxir oqibat keldim, topdim. Allohga shukr. Shu yerga kelganimdan keyin mana 2 oy bo'ldi. Xudoga shukr. Nevaram Mashaka kelgandan boshlab juda o'zgarishlar katta bo'ldi. O'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi bolalarga qo'shilib nima qilish boshlanib qoldi. Shu bog'chani mudiralari, nevaramni mana shu ustozi Avazbek Tojimatov juda ham yaxshi bola ekan, topilmaydigan tilla bola ekan, rostini aytsam. Shunaqa yaxshi bola ekanki, biz kelishimizga keling opa deb darrov bir xursandchilik bilan kutib olib, bolamiz shunday ko'rib turib bilan nevaramni, bu bola hali zo'r bo'lib ketadi, bu bola hali zo'r bo'ladi, xudo xolasa jahon chempionlari bo'ladi deb men shunaqa ko'nglim ko'tardiki, xursand bo'ldim. Hattoki qo'shnilarimiz ham so'radi, qayerga boryapsiz nevarangiz deb. Shunaqa Ashaqqa boryapman. Juda ham bir yaxshi ustozi bor. Ilohim baraka topsin, tan joni sog' bo'lsin. Shunaqa zo'r bola bor desam, biz ham olib borsak bo'lar ekan deb shunaqa deydi. Mana shu bolani oldiga olib kelinglar farzandinglarni. Hech ham halini xato qilmaysizlar. Chunki men buvasiman, meni nevaramman. Nevaramni ham o'zgarishlar juda ham zo'r. Olib bormagan joyimiz qolmadida bolam. Eng zo'r bola ekan. Yurakdan ishlaydi ekan. Hattoki narsalarini ham o'zi qilib kelar ekan, bilasizmi? Narsalarni ham o'zi yasaydi ekan uyga borib. Alloh rozi bo'lsin shu boladan. Yurolmaydigan bolalar, mana oyoqda, tomonlarida qandaydir bir anaqa suvaylari nima bo'ladigan, tomonlarida jicha o'zgarishlar bor bo'ladigan bolalar, qo'llarida har tomonlama agar nuqsonlari bor bo'lsa, albatta olib kelinglar. Haqiqatan ham zo'r bo'ladi, o'g'lim.